O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev haqida hozirgina shoshilinch xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor-yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4-oktyabr kuni qisqa muddatli mehnat ta'tilidan qaytdi. Bu haqida Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov xabar berdi. Shavkat Mirziyoyev 29-sentyabrdan qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqqan edi. Uning ta'tili 5 kun davom etdi. Ma'lumot uchun, Mirziyoyev birinchi mehnat ta'tiliga 2019-yil 5-avgustda chiqqan. 2021-yilda prezidentning ta'tili 7 kun, 4-yanvardan 10-yanvargacha davom etgan. 2022-yilda esa Mirziyoyevning qisqa muddatli mehnat ta'tili 5-yanvardan 7-yanvargacha bo'lgandi. Prezident 2023-yil 4-dekabrdan qisqa muddatli ta'tilga chiqqanda, Shavkat Mirziyoyev 2024-yil 22-29 aprel kunlari va 26-iyuldan 5-avgustgacha qisqa muddatli mehnat ta'tilida bo'lgan. Shu bilan birga joriy yilning 6-yanvarida ham prezident mehnat ta'tiliga chiqqandi deyilgan xabarda.